Kasbiy ta'lim tashkilotlarining payvandlash yo'nalishi bo'yicha ishlab chiqarish ta'lim ustalari malakasini xalqaro standartlar asosida baholash va ularni kasbiy sertifikatsiyadan o'tkazish maqsadida Navoiy shahar texnikumida sinov jarayonlari tashkil etildi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Bugungi kunda mamlakatimizda kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish, uni xalqaro standartlar asosida takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa ishlab chiqarish sohalari uchun yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashda ta'lim sifati hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan kasbiy ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan ishlab chiqarish ta'lim ustalarining malakasini xalqaro mezonlar asosida baholash va ularni sertifikatlashtirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Navoiy shahar texnikumida payvandlash yo'nalishi bo'yicha o'tkazilayotgan sinov jarayonlari ana shu maqsadga xizmat qildi. Ushbu jarayon orqali ishlab chiqarish ta'lim ustalarining amaliy ko'nikmalari, nazariy bilimlari va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish qobiliyati chuqur o'rganildi. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatini oshirish, talabalarga berilayotgan bilim va ko'nikmalarni xalqaro talablar darajasiga olib chiqishga zamin yaratadi. Toshkentdan kelgan delegatsiyaning topshiriqlari har bitta ishlab chiqarish ta'lim ustasiga ikkita amaliy, ya'ni metal plastinalarni uchma-uch hamda tavr shaklida payvandlash va nazariy imtihon, ya'ni bilgan ko'nikmalarni aytib berish 3 ta shart berilgan. Shu shartlardan o'tish kerak va xalqaro sertifikatga ega bo'lish kerak. Sinov jarayonlarining xalqaro darajada tashkil etilgani uning ahamiyatini yanada oshirdi. Jumladan Certification Center xalqaro sertifikatlashtirish markazi vakillari hamda markazning O'zbekistondagi vakili ishtirokida o'tkazilgan baholash jarayonlari shaffoflik va adolat tamoyillariga asoslangan tarzda tashkil etildi. Sinovlardan muvaffaqiyatli o'tgan ishlab chiqarish ta'lim ustalariga xalqaro standart bo'yicha sertifikatlar berilishi ularning kasbiy salohiyatini xalqaro miqyosda tan olinishini anglatadi. Mana bugun Toshkent Xalqaro sertifikatsiya akademiyasining mutaxassislari hamda Yevropaning Certification Center vakillari ishtirokida Navoiy viloyatidagi texnikumlarda faoliyat yuritayotgan ishlab chiqarish ta'lim ustalarini sertifikatsiyadan o'tkazamiz. Bundan asosiy maqsad o'quvchilarimiz bir vaqtning o'zida ham O'zbekistonning milliy diplomiga ega bo'lishadi va shu bilan bir qatorda mana shu kursni muvaffaqiyatli yakunlagan o'quvchilarimiz ISO 9606 standarti bo'yicha sertifikatga ega bo'lishadi. Bu nimani beradi? Buni qo'lga kiritgan o'quvchilarimiz xorijiy mamlakatlarda bemalol ishga joylashish huquqini beradi. Mazkur sertifikatlashtirish jarayonlari xalqaro hamkorlikning mustahkamlanishi va ilg'or tajribalarning joriy etilishi ta'lim tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.